pultga filtrni o'rnatib blok bilan bog'lab oldik. Ko'tarib ko'ramiz. Ko'tarilgan holati bu Cobalt'da cho'kkanda yumshoq qiladigan variantda qilganmiz. Shuning uchun juda baland ko'tarilmaydi, lekin stok holatigacha ko'tariladi. Lekin cho'ksa ancha cho'kkanda yumshoq yuradi shunda. Sentrida naborot stok holatda yumshoq yuradi, ko'tariladi, cho'kadi, lekin cho'kkanda uncha yumshoq yurmaydi. Har qanaqa holatdagi nimani pnevm amortizator yasasa bo'ladi. Mana bu hozir mana Cobalt'da cho'kkan varianti. Har bitta ballonni alohida ko'tarsa bo'ladi. Hozir oldi o'ng tomon ballonni ko'tardi faqat. Ya'ni ikkalasini ham ko'tarsa balandroq ko'tariladi. Chunki stabilizator bor. Har bir